Bugungi bemorimiz 5 oydan beri davolanadi. Effekt bo'lmaydi. Asosiy shikoyati har kun temperatura, yo'tal, o'pka plevra bo'shlig'idan suv yig'ilishi. Noaniq sababli yo'tal shunday belgilar bo'lgani uchun biz bugun diagnostik torakaskopiyaga oldik bemorni. Ko'rganimizda bemorni plevral bo'shlig'ida yurak atrofidagi limfa bezlar kattalashib ketgan. 3 cm, 4 cm kattalikdagi limfa bezlar butun. Biz undan biopsiya oldik. Keyin o'pkani pastki bo'lagidan ham hosila boradi. Biz u hosiladan ham qisman rezeksiya qilib o'pka to'qimasini ajratib oldik. Apparatda, eshilon apparatda. Operatsiya endi shu bilan tugadi. Histologiya xulosalarini qarab aniq bo'ladi. Diagnozimiz o'tgan apparatda tikilgan sohasi. Hech qanaqa qonsiz davolatimiz. Rahmat.